Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. O'zbekiston milliy terma jamoasi 6-26 may kunlari Toshkentda o'quv mashg'ulot yig'inini o'tkazadi. Milliy futbol markazida tashkil etiladigan yig'in doirasida terma jamoa Superliga klublariga qarshi yopiq nazorat uchrashuvlarida maydonga tushadi. Fabio Cannavaro tomonidan mazkur yig'inga jalb etilgan futbolchilarning kengaytirilgan ro'yxati bilan tanishing. Darvozabonlar: Vladimir Nazarov, Paxtakor; O'tkir Yusupov, Navbahor; Botirali Ergashev, Neftchi; Abduvahid Ne'matov, Nasaf. Himoyachilar: Ibrohim Halil Yo'ldoshev, Neftchi; Avazbek O'lmasaliyev, Okimka; Jahongir O'rozov, Dinamo; Rustam Ashirmatov, Istiqlol, Eron; Muhammadqodir Hamraliyev, Paxtakor; Umar Ishmurodov, Nasaf; Abduqodir Husanov, Manchester City, Angliya; Abdulla Abdullayev, Tibba, Farruh Sayfiyev, Neftchi; Hojiakbar Alijonov, Paxtakor; Sherzod Nasrullayev, Paxtakor; Muhammad Rasul Abdumajidov, Paxtakor; Behruz Karimov, Surxon; Diyor Ortiqboyev, Xorazm. Yarim himoyachilar: Quvondiq Ro'ziyev, Navbahor; Sherzod Esanov, Buxoro; Nodir Abdurazzoqov, Okimka; Odil Hamrabekov, Traktor, Eron; Umarali Rahmonaliyev, Sabah, Ozarbayjon; Alisher Odilov, Neftchi; Sardor Bahromov, Nasaf; Akmal Mozgovoy, Paxtakor; Otabek Shukurov, Banyas, Jamshid Iskandirov, Neftchi; Jasur Jaloliddinov, Sug'diyona; Aziz G'aniyev, Albatayx, Hujumchilar: Abbos Fayzullayev, Istanbul, Bashir-Shehir; Jaloliddin Masharipov, Istiqlol, Eron; Doston Hamdamov, Paxtakor; Oston O'runov, Persepolis, Eron; Ruslan Jiyanov, Navbahor; Aziz Amonov, Dinamo; Husayn Norchayev, Navbahor; Sherzod Temirov, Erbil, Iroq; Igor Sergeyev, Persepolis, Eron; Eldor Shomurodov, Istanbul, Bashir-Shehir, Turkiya.